Hammaga salom do'stlar. Bugun men yana Minecraft 3-qismini chiqarib o'ynayapman. 2-qismini ham chiqardim-ku, ha? To'g'rimi? Mana meni ismim Babam hamma biladi. Hatto Kuxsan Game kanalida ham ishlaman. Bu uyda jitil yo'q. Qanday bilmadim jitil. Bitta video o'zi. To'g'rimi? Mana men uyimni qaranglar, qancha kuchayib ketganman. 2-qismda ko'rsatmadim o'yincha. Ikkita krevat qo'yaman, bilmadim. Sizlarga sekretimni ko'rsataymi? Qaranglar, o'tirsa ham bo'ladi. Mana. O'tiribman, qaranglar. Hihi. O sekretimni ko'rsatay. Boshqa jitillar ko'rib qolmasin. Qani, yo'qmi o'zi jitil? Yo'q ekan. Yaxshinglar. Tezdan ko'rmaydimi ekan, ha? Yo'q, jitil yo'q. Tarafta loy. Ha? Tepadan mandan ko'rmaydimi ekan? Qani? Yo'q. Bu tarafdan-chi? Yo'q. Jitil yo'q. Hamla sekretimni. Mendan ko'rib qolmasin. Polka qilganman men, qaranglar. Mana endi ichida qaranglar, men nechta qancha kuchayib ketganman. 2-qismda aniq olmadim bularni. Mana qaranglar, ovqatlarni shuncha ovqatlab tashlaganman men. Sizlar просто bilmaysizlar. Asli men shu qishloqda meri bo'lishim kerak, mer. Qishloq qani endi? Qishloq shu paytda bilmaydi. Hamma agarodlar meniki o'zi, qishloqlarga berganman-da men. Chiqib o'ydi. Atayda chiqib bo'lmaydigan qilganmiz jitillar. Ana uydagi jitilni ko'rib kelaychi, ikkita uydagi. Ular nima qilib o'tiribdi ekan? Ichida jitil bor edi. O, yo'lchami cho'ta? Zo'r yo'lchi ekan. O'ziga yo'lcha qo'ygan. Bu uyda eshigi qani endi? Ha, kirish eshik qani? Eshigini olib tashladingmi? Mayli, menga zo'r meni sindirib kiraman. Chunki bu men bu qishloqda merman. Bemalol kiraman men. Xohlaganimdek. O, 6 ta bo'lib ketdimi? Qani bu yerdagi qishloqqa? O'sha qishloqqa ketdimi? Qani ekan do'stlar? Ha, kirsa. Bu agarodlarga qarayman juda. Qani endi? Qanday qaraydi? Qaranglar, nechta agarod? Unga 3 ta agarod berdi. Qani qaragani? Mana agarodda bitta joy buzilib yotibdi. Men merman. Yana mer qildi-da bu qishloqni. Voyey. Sizdan qo'ymagan jinniga o'xshab. Ana eng zo'r uylarni berdim men bularga yana. Agarodin qaranglar chiroyligini. Ha, jitil. Ha? Agarodingga nima qarayapsanmi? Ha? Qarayapman men. Salom alaykum men. Endimi? Qani boshqa qishloqlar, ha? Qani deyapman men senga? Nima kallangni qimirlatasan, ey? Men shunaqa o'qiganman-da endi, kallang qimirlataman. Kallang qimirladim, hozir urvormi? Qimirlatma dedim. Qimirlatma. Hop, ey, hop, harp. Qimirlatma, hozir suvga tushiraman. Qimirlatma dedim, ha? Uraymi? Yo'q, gap tushunmaysan. Ha, mening kallam shunday o'qiganda endi. Qiziq. Qani boshqa qishloqqa? Anaqa bor unda. Inchitga joy qo'yganman. Men agarodlarga egasi qani, kim qaraydi? Endi qornim ochib qoldi. Uyga boraychi. Yo'q, uydagi ovqatni yeyim kelmayapti. Qaranglar lavani. Uydagi ovqatni yeyim kelmayapti. Undan ko'ra men kafega boray. Uyda shuncha ovqat tursa ham mayli. Kafega boraman.
Assalomualaikum, kafechi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. To'rtam steak, sho'rva ham sotasizlarmi? Ha? Qanchadan ular? Qaysi birini olasiz? Sho'rva yeyman men. Sho'rva 5 ta temir. Normal gapir-da shu. O'zimdan temir ololmabman. Yana borib kelishim kerak bo'ladi. Mer bo'lsam ham. Shunaqa qilmayapti. Temirim qani? Voy, temirim yo'qmi meni hali? Temirim yo'q ekan-ku meni. Nima qilaman? Nimaga temirimga shuncha narsa tashlabman-a? Daraxtni qaranglar chiroyligini. Atalab shu yerdan magazin ochgan. Temirim yo'q ekan. Ikkita daraxtga qancha sho'rva bersan? Beraveraman. Men hamma temirimga narsa yasab tashladim, nima bo'lmasa. Voy. O'zim bo'ldi. Ha. Shada tezroq. Asam buzmay, hozir bir urib basharingga. Usha. O'zim tekinga olib ketaman. Qani steak. Sho'rva demoqchi edim. Sho'rva bitta turibdi. Olam yo'qmi? Qaysi joyga o'tirsam ekan? Bu stolga men sig'mayman-ku. Mal turibman endi. Hoy. Stolni chetga olish uchun kirka ham kerak bo'lmasa olmaydi. Ketyapti. Chiqay endi men. Tezroq borish kerak. Bu magazincha uzoqda qurib olgan uyimni oldiman. Shuncha uzoqlik menga yetadi. O'tirolay. Bo'ldi. O'tirdim. Endi sho'rvamni ichaman. Mazza ekan. Qorin to'ydi. O'tirolay endi. Yoqdi. Voy. Qoldim yo'qmadi. Hisob qo'ydim. Bitta steak olayman. Bitta steak tekin yesam, yo'q, steak bera olmayman men. Mana shuncha 5 steak. O'zimda ham bor steak bo'lmasa. Tavba qil. O'zimda ham bor. Shuncha qizg'ansan steakingni. Bo'lmasam haydaveraman men seni. Voy. Sen meriman hozir. Senga shu joyni berganman. Magazin ochish uchun. O'zim boshqa joyda olib berdi. Hech kim senga bormas edi. Steakim bor. Nima yesam bo'ladi? Hozir to'q meni sho'rvaman. Qanday o'tiraman endi? Mana nima endi? Bitta chiqardim-da. Kitoblar sotib yotibdi. Endi rasm qimurlayaptimi? Mayli. Nima? Qanday yasayman endi? Anu jin narsani. Yozamayman? Halonga kerakmi deyman. Qas tushmadi.
Emin kerakmas sundug'im qani? Sundug'imga tashay. Yasab o'tiramanmi? Ko'ra, men tashqariga chiqib yuraman. Yopay. Boshqalarni ham ko'rib kelaychi. Огородini ishlayaptimikan. Uyda men bitta oppoq qishloqiga beruvdim. Qani огород degan hech bo'la qilmagan. Men bunga bekordan berdimmi? Eshigi ham tomda uni. Nimaga men eshigini pastda qilib beruvdim? Lekin tomga qilgan. Qani uyda ichib qo'yadi. O'zi ham yo'q. Shuncha qishloq qani? Bitta nariga qishloq. Men endi o'zim uyimga qaytaman. Uxlay uyqum keldi. Bo'ldi. Endi jiddidan so'rab kelay, ko'rmabdimi boshqa qishloqlar? Anu kalla qimillatga jiddil bor-ku. So'rab kelishim. Voy, iskelet. Hey, senga kim ruxsat berdi meni qishlog'imga kirishga? Mayli, o'zingmasa hozir qilichimni olib chiqay. Iskelet. Qildir qilsani. O'ldirib tashlamayman sen. Shu paytda qilsam. Mana iskelet qo'yib qo'ydim. Ben mağazamı kaldım da. Korkup gittin mi endi? Hey! Ne geldi? Canım sıkıldı mı? Ay kelsin ha hadi. İkidagi o'lib qolding-ku, shuncha. Joning yo'qmi? Kal. Skeletchanda yana urushga tushasan. Sen haldamay shu yerda turibsanmi? Boshqa jiddilarni ko'rmadingmi? Ey, kalla boram. Ko'rmadingmi? Ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim, ey. Kecha unda ko'rdim. Ana tarafda ketdi. Qani qaysi tarafga? Ana shu qarab turgan tarafiga. Hammasi uyilib ketdi. Aytmadingmi meni chaqiryapti deb? Yo'q. Xullas do'stlar, o'yinni shu joyda to'xtataman. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosinglar. Bitta sabzini oldim-da. Mayli. Sizdagi ko'rib. Mayli. Hozir o'yinni shu joyda